jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ehtiromisi. Bu 1966 yılı 12 ayının 16 günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida ma'qullandi. Bunun birinci madde, birincisi, dikkat kılın vatandaş. Barlı xalqlar öz takdirini özü belgeleş huquqiga ega. Uyg'urcha men boshda aytdim, Uyg'urga tuzib bergan qonunining nima? Chorvachilikni qanday taraqqiy qildirish? O'rmonchilikni qanday taraqqiy qildirish? Yez egiligini qanday taraqqiy qildirish? Mayada nima da'vatida bu qonun desa imzo qo'ygan qonunda barliq xalqlar öz taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega. Ular bunda huquqqa tayinib özlerinin siyasi o'rnini erkin belgilaydi. Hem de bunda huquqqa tayinib özlerinin iqtisodiy, jamiyat barobarligi ve madaniyat taraqqiyotiga erkin izlanadi. Çünkü Kompartiyasi hozir nima qilyapsa Şinjan Uyg'ur Abnum rayonida. Hozir Tinchvango deganing Şinjan Uyg'ur Abnum rayonida nima qilyapsa? Sen imzo qo'ygan setaq 5 davlatning birisiga bexatarlik komitetida. Üzang imzo qo'ygan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qonuni üzang ijro qilmaysan, bexatarlik komiteti kirish salohiyating bormi? Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo bo'lish salohiyating bormi? Yo'q-ku. Bu xalqaro jamiyat zada qandaq jamiyat? Bunun bir Amerika o'zi kuchayapti hozir. Mana qarang, 1 yildan beri qonun o'zgartishdan deyapti. Mush o'zgartishlarning hammasi mushining ichida, mush qonunni amaliyleştirishning hammasi mushining ichida. Bir Amerika deyapti buni vatandosh. İkinci, yuqorqi birinci maddenin ikinci kısmı. Barlı xalqlar özlerinin maqsadlari uchun özlerinin boyliklarini ve tabiiy boylik manbalarini erkin bir taraf qilish kerak. Nefetimiz qani? Tabiiy gazımız qani? Ranglik metallarımız qani? Serak to'pollarimiz qani? Rangsiz metallarimiz qani? 70 yıldan beri kim to'shib o'tadi buni ichkiri Xitoyga hurmatlik vatandosh? Bir Uyg'urning bunga egidorchilik qilish huquqi bormi? Hozir bo'lsa xususiy shirkatlarni tamam yo'qotding, Uyg'urlarni tamam turmaga tashlab, uning qo'lidagi pul bisat nemini bulab bo'lding. Yoki o'ltirib yetib ularni andin ega bo'lding buningga, yoki ularni majburlab qo'l qo'ydirib, andin ularning bisatiga ega bo'lding. Ma yer Uyg'urning yeri Xudo belgilab bergan yer zaminning boyligini xalqaro jamiyat nima deyotdi ma qonunda? Ular o'zlarining maqsadlari uchun ishiltidi. Özlerinin maqsadlariga loyiq ochidi, barobarlik uchun ishiltidi. Nemishqa Xitoy kelib Xitoy ochidi bu boylikni? Bu boylikqa nemish Xitoy ega bo'ladi vatandosh? Tabiiy boylik manbalarini erkin bir taraf qilish huquqi shel xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash doirasidagi balki o'zaro manfaat yetkazish prinsipi asosida xalqaro iqtisodiy hamkorlik va xalqaro qonunlarning hosiloti hisoblangan har qanday majburiyatlarga ziyon solmaslik lozim. O'z taqdirini o'zing belgilaysan, xalqaro hamkorlik bor. Xalqaro manfaat yetkazish bor. Xo'sh, buning ma'nosi nima? Savdo tijorati bilan teng qimmatda almashtirsan degan gap. Dünyadaki devletler, dünyada xalqlar bilan Uyg'urlar senmi o'zingning boyligini o'zing ishlab chiqargan, yaratgan boylikni boshqa davlatlar, boshqa xalqlar bilan teng qimmatda almashtirsan. Bu xalqaro savdo, xalqaro tijorat tartib deb ataladi. Bugun sen Jungo Uyg'urga qanday muomala qilyapsan? Bu huquqlar oyoqtiga o'taga Taypinam davrida qilyapti bu huquqlar hozir. Sen hozir Uyg'ur shu Tayping-Tiango inqilobi davridagi pozitsiya bilan shu vaqtdagi Xitoy qiyofati, shu vaqtdagi Xitoy tasavvuri, shu vaqtdagi Xitoy ko'z qarashi bilan muomala qilyapsan hozir Uyg'urga. 21-asrda shunday muomala qilyapsan. Har qanday ahvol ostida bir xalqning o'zining hayotiy mavjudlik vositalari tortib olinmasligi kerak. Sen imzo qo'ygan qonun, xalqaro qonun. Bugün 3 milyondan 5 milyongacha Uyg'ur hozir hayotlik huquqi tortib olinsa nazarband qilding, yig'ib olish lageriga tashlading. Ey Xitoy, o'zing imzo qo'ygan qonun qolmadi. Ey Xitoy, sen o'zing imzo qo'ygan taq tunigan 98-yil, 97-yili.
Prezident Clinton'a vədi verib sen üzən şu vaxtki Prezident Clinton'a, sabah Prezident Clinton'a vədi verib üzən imza koygan kanunları var. Bu kanun, yukarı kanun cemi 5 kısımga bölüngen. Endi yani şunun münasebetlik ikinci kanun, Xitay imza koygan ikinci kanun. Furala hukuku ve siyasi hukuk halkara ihtiramısı. 1966 yılı 12. ayının 16. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınıda makullangan. İkili kanun bir günde makullangan vatandaş. Bu kanunun kiriş sözümü yukarı bile okşaş. Yani her kanda halkla cümlenin 5'i birinci kiriş sözüdür cümle her kanda halkın öz takdirini özü belgeleş hukuku var. Bular muşu hukuku tayinip özünün takdirini siyasi tallaş hukukunu işki salıdı. Men de vatkan siyasi tallaş hukuku delman. Muşu kanundan kelgen tallaş hukuku hürmetlik vatandaş. Demek siyasi tallaş hukukuna bolu diken hem iş bulunur. Siyaset tallaş hukukun ya ki siyaset hukukun bulmayı diken hiç demi yok. Bu kanunun deydi birinci madde birinci kısmı yukarı kanun ile okşaş deydi. İkinci maddesi ne birinci kısmı. Bu ahdinamını tüzüşke katnaşkan devletler. Şu devlet teveligide ve bu devletin baş kuruşuda turvatkan barlık kişilerinin muşu kanunda itiraf kılıngan hukuklardan behrimen bolişini, eni erik ayrımayı, renk ayrımayı, cins ayrımayı, tel ayrımayı, dini itikadını ayrımayı, siyasi göz karaştırı ve başka göz karaştırını ayırmayın. Devlette veligi ve içtimai kilip çıkışını ayırmayın. Mal mülk, bisati, tuğuluşu ve başka salahiyet farklarını ayırmayın. Bu hukuklardan behrimen buluşunu hürmet kılışı ve kapalet kılışı lazım. Düşündünüz mü Xitay efendi? Qarаңыз, sizden vek vurallığınız turup tuğa Uygur degen. Şu Uygurlarga bu kanunu tatbiq kılıdı sizge. Cüngoluk hükümet, Cüngol Kompartiyası. Bu yerde çarvıçılıkın terakki kıldırsın, yezigilikin terakki kıldırsın degen gep yok ha. Siz Uygur'unu meskır kıldım demediniz ey millet ey. Eğer sende medeniyet ve medeniyet tarihi, şu medeniyet tarihi münasebetlik medeniyet tüpürüğünü ösüp gelgen bir ademi hissiyat ve ademi akıl ve ademi tefekkür bulduğun bolsa, Uygur'unu sen bu günü koyup koymazsan ey millet ey. Cüngol Kompartiyası. Muşu kanunun ikinci maddesi, ikinci kısmı. Hazır eçilivatkan kanun, hazır icra kılınavatkan kanunlardan ötmegen ve başka tedbirler belgelenmegen ehval asıda muşu ehtinamını tüzüşke katnaşkan devletler özlerinin asası kanun tertipleri ve bu ehtinamıda belgelengen belgelemeler bu içe tedbir kollanıp paydalanıp muşu kanunda itiraf kılıngan hukuklarının talepleri bu içe kanun tüzüşü ve başka tedbirlerini yolga koyuşuna veddi geliş gerek. Kendiniz mi vatandaş? Biz yukarıda işki kanunu siz görsettik kısaca. 5 kısımlık, her ikisi 5 kısımlık kanun. Halkara kanun. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanunu. Cüngol Kompartiyası imza koygan kanun. Hem de meyedinde vardı. Düşündünüz mü? İkinci madde, ikinci kısmı. Fırala hukuku ve siyasi hukuk ahtinamısın. Sen muşu kanunun royu boyunca asası kanununu özgertsen. Tedbir alırsan. Hazır tüzülüp ketken bolsa sen kaytıdan belgeleme çıkırsa ya kaytıdan yığın asın. Muşu kanunun royu senin asası kanunun royu buluş gerek. Senin asası kanunun del muşu kanunların royu boyu tüzülüş gerek devatıdır. Şuna Amerika Koşmuş Ştatlarının kanun özgertişini talep kılıvatkanlığını gördünüz mü? Bir yerde hiç kim demedi muşu kanunu Birleşken Devletler Teşkilatı imza koygan kanun ne? Muşu kanunun işi Kırgızistan'da bir kim demedi, hiç kim demedi. Fakat bir yerde bir yıl var, Soda Ministeri ne mi dedi? Biz Cüngol'a kanun özgertişi teklif kıldıkmış bir yıldan beri dedi. Demek aslında kol koygan vakti Can Zemin'nin Çinhuas'ın Birleşken Devletler Teşkilatı da. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi 18 nefer kanunşunas bunu icra kılışını nazaret kılattı. Top doğru 22 yıl öttü hürmetlik vatandaş.
Bu qonunşünaslar bu nazorat qilganimi yo'q. Yanalar mushu 1 yil, 2 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati jungune sen qonuningni o'zgartirsan da. Qonun o'zgartirish degan so'zning ma'nosi nima deydi vatandosh? Mushu ishki qonunning ro'y bo'yicha asosiy qonunni o'zgartirgan bo'lsang, men so'zlab kelayotgan Xo'yaboning siyosati o'ttirg'i chiqadi-da. Xo'yaboning siyosatini cho'nqurlab ijro qilishing kerak-da. Uni qonunlashtirishing, moddalashtirishing kerak-da. Mushu qonunning 6-moddasi 1-qismi har bir odam hayot yashash huquqiga ega. Bugun Uyg'ur shundaqmi? Hayot yashash huquqiga egami bugun Uyg'ur? Uning bolalari nada yetim qoldi? Dadasi, onasi nada? Xitoy, hey Xitoy. Ma qonunsa imzo qo'ygan qonun bilan hozir Uyg'urlarga nazar tashlab baqa, hey Xitoy. Hozir Uyg'urning hayotini ko'zitib baqa, hey Xitoy. Tadbiq qilib baqa, hey Xitoy. Shu vaqtida sen insoniyat qatoridagi inson bo'la olasiz. Men seni insoniyat qatoridagi inson deb qaramayman, ey. Mushu qonunga imzo qo'yib turib, bugun xalqi olam oldida Uyg'urni mushu kunga qo'ygan ekansan, men seni insoniyat qatoridagi inson deb qaramayman, ey. Her bir odam hayot yashash huquqiga ega. Bu huquq qonunning himoya qilishiga ega bo'lish lozim. Demak, har bir insonning, bir davlat yashayotgan insonning hayotlik huquqi, hayot yashash huquqi cho'qim bu davlatning qonunning himoyasiga o'tish kerak. Qonun himoya qilish kerak. Har qanday odamning hayoti, jeni ixtiyoriy tartib elinmasligi lozim. Men o'tgan sizlarga qonun to'g'ri so'zlagan nima dedi vatandoshlar? Angliyaning 17-asrdagi faylasuf bu John Locke bir millatning barliq balmisati va uning taqdiri hayotini ikkinchi birisining ixtiyoriy bir taraf qilish tashlab bergili bo'lmaydi. Mayada nima da'vatidir? Har bir odamning hayotini, jenini ixtiyoriy tartib elinmasligi kerak. Demak, bu g'arb faylasuflar